Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli hujum uyushtirdi. Rossiya qo'shinlari bugun 6 dekabrga o'tar kechasi Ukrainaga raketalar va uchuvchisiz apparatlar orqali yo'naltirilgan yirik hujum uyushtirdi. Deyarli butun mamlakat bo'ylab, jumladan Zakarpat viloyatida ham havo hujumi xavfi e'lon qilindi. Ko'plab hududlar dronlar orqali nishonga olindi. Strategik bombardimonchi Tu-95 va Tu-160 samolyotlarida uchirilgan qanotli raketalar Sum viloyati orqali Ukraina hududiga kirgani ma'lum qilindi. Ular Chernigov viloyatining Prilyuk tumani tomon yo'naldi. Keyin Poltava viloyati Pryatin yo'nalishiga, o'shandan so'ng Kanev va Vinitsia viloyati tomon harakatlangan. Ukraina tomoni ma'lumotiga ko'ra, Nikolayev va Odessa viloyatlarida kalibr turidagi raketalar guruhlari kuzatilgan. Kiyev viloyati hududiga raketalar Fastov orqali Makarov yo'nalishiga harakatlangan. Shuningdek, X-101 turidagi raketa yo'nalishlari Xmelnytskiy viloyatidan Ternopol, Lvov va Ivan-Frankovsk viloyatlari tomon qayd etilgan. Lutsk shahrida havo mudofaa tizimining dronlarga qarshi faoliyati chog'ida o'q ovozlari eshitilgan. Keyinroq shahar meri Igor Palushuk shaharda oziq-ovqat omborlarini yorib ketganini ma'lum qildi. Dnepropetrovsk viloyatida kuchli zarba oqibatida bir necha yong'in sodir bo'lgan. 11 yoshli bola yaralangani xabar qilindi. Krivoy Rog tumanida infratuzilma zararlangan. Pavlovgradda garaj va xo'jalik imoratida yong'in kuzatilgan. Viloyat rahbari Vladislav Gayvanenko tomonidan ma'lum qilindi. Kiyev viloyatida Rossiya qo'shinlari Fastovdagi yirik temir yo'l stansiyasiga zarba berdi. Prigorod poyezdlari harakati qiyinlashgani sababli Ukralizisniya jadvalga o'zgartirish kiritdi. Stansiyaning ayrim qismi va yaqinda qo'shimcha tarkibga zarar yetgani aytilmoqda. Shuningdek, 42 yoshli erkak yaralangani haqida xabar berilgan. Vishgorod tumanida zarba oqibatida 46 yoshli ayol shifoxonaga yetkazilgan. Uning qo'l va tana qismida shikastlanishlar qayd etilgan. Yana bir 40 yoshli ayol yuzda yirik bo'lmagan jarohat olgan. Eslatib o'tamiz, kecha 5 dekabr kuni Ukraina dronlari Chechenistonning Grozniy shahridagi biznes markaziga zarba bergandi. Chechen ommaviy axborot vositalari hujum oqibatlarining dahshatli kadrlari bilan bo'lishdi. Grozniy City majmuasidagi 145 metrlik osmono'par bino o'zining avvalgi jilo va ko'rkini to'liq yo'qotgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Grozniy City majmuasiga uyushtirgan hujumdan so'ng Kiyev tez orada sovg'a olinishini va'da qildi.